Joningdan mana sizga yengillikni dodasi, o'sha hamma kutgan Cobalt'ni yangilangan versiyasi bo'ladi. Okam, hozirdan like-chani bosib qo'yasiz, men sizga to'liq obzorni qilib beraman. Bunisi Style MCM, bunisi Midnight MCM. Ikkalasida ham yangilanish juda ham katta, даже motorlargacha, ABSlargacha ham o'zgartirib tashashgan. Eng asosiysi salonda. Keling, men sizga salonni birinchi ko'rsatib beraman. Voydod, mana meni yengillik desa bo'ladi. Jentrachilarga orzu bo'lgan, o'sha armon bo'lib qolgan monitor ana endi Cobalt'da bor. Salon to'liq holatda qoraytirilgan, oldinlari seri bo'lardi. Sizga bilmadim-ku, menga bu narsa ko'proq yoqdi. Kommentariyada o'zingiz fikringizni albatta yozib qoldirasiz. Sidenalar polniy koja bo'lgan, qoraga qora moslab qo'yilgan. Undan tashqari abagrefiz ham bor, okam. Qishda endi umuman qiynalmaysiz. Rullariga necha baho berasiz? Cruise kontroli bor, multimedia knopkalari bor. Suvdachidan qiynaladingiz. Hamma dachiklar bor. Tabloni tanib olgan bo'lsangiz, nima mashinaga tegishliligini обязательно yozib ketasiz. Tuningchilarga hech qanaqa ish qoldirishmabdi-da. Bagaj ochish knopkasini 2 marta bosadigan bo'lsangiz, bagajlari avtomatik o'zi ko'tariladi. Oldi oblisovkasi bilan orqa nikkellari polniy black piano qilingan, asosiy o'zgarishlardan motorlari usulli qilingan, yangicha kompyuterlar bilan jihozlangan. Gaz uстановка qiladigan bo'lsangiz, umuman muammo bo'lmaydi, sababi gazga moslab motor chiqarilgan. Style MCM motorlari xuddi Midnight'niki bilan bir xil. Salonlariga keladigan bo'lsak, o'sha seri holatda qolgan, multiruli bor, tablolar o'zgargan, monitorlar uстановка qilingan, даже abagreiflarigacha ham bor. Sizga qaysi biri yoqyapti? Seri salon yoki-da qorasimi? Bu videoni barcha yaqin tanishlarga ulashib qo'yasizlar. Inshaalloh hammamizga salondan yangi mashina olib haydash nasib qilsin. 3-noyabrdan xudo xolasa do'gur ochiladi deyapti. Mabodoga Sergelidagi Drivers avtosaloniga murojaat qilasizlar. O'sha gap okam. Cobalt Baba legenda.